Endi bahor keldi, chumollar mehnatni boshladi. Endi umumiy olganda yashaydigan hamma hayvon endi quruqlikdagi desa ham bo'ladi. Endi hammasi shunday harakat qiladi. Endi hozir mehnat qiladigan, manaqa narsa toshib g'amlaydigan tarafga e'tibor qaratdim. Ular ham endi kuzgacha harakat qiladi. Keyin shu bilan qishda yeb, shu narsalarni yeb shunaqa hayot kechiradi. Endi bularda ham turli xillari bor hayvonlarda. Endi odamlarda ham turli xillari bo'ladi. Shular bir jonzotlarda o'xshashlik bo'ladi. Ba'zi odamlar mana shunday hali qisqacha mehnat qilib, qishda dam olib, bahorda mehnat qilib shunga o'xshagan.